Assalomu alaykum mening obunachilarim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Hammalaringizga ishlaringizga omad. Rivojingizni kim nima niyat qilgan bo'lsa, shu qatorda sizlarniki ham amalga oshsin. Bu Buxoro yetti mo'jiza deydi-ku, yetti pirimiz. Qaysi viloyat davlatlardan kuzatayotgan bo'lsangiz, yera kelishlaringizni niyat qilaman, duo qilaman. Buxoroga sizlarni kutib qolamiz. Kim qayerdan kuzatayotgan bo'lsa, niyat qilgan bo'lsa, shu yerga kelishni orzu qilsin. Oxirgimiz bu holatda Naqshbandiy. Go'zal makon deydi.